Hör Uyghur Radiosi. Assalamu alaykum muhtaram azizlar. Hammalarga Hör Uyghur Radiosidan salam. Hörlük suyar Uyg'urlarning radiosidan salam. Hör Uyghur Radiosi 2004-yili marhum kompozitor Al-O'g'li Kurash Kusan apandimning bevosita yetaklashida Shvetsiyaning Eskilstuna shahridan Uyg'urcha anglatish boshlab, toki marhum apandimning tuyuqsiz vafotiga qadar nurg'un nadir asarlarni elga sungan edi. Biz marhumning izini besib, bugun 2022-yili 1-yanvardan boshlab Hör Uyghur Radiosidan har kuni 10 minutlik Uyg'urcha programmani ishlab elga sunmoqchi. Yangi yil quyoshi hammalarga hurlik quyoshi bo'lg'usi. Har bir kun, har bir aylanga xayrlik, omadlik bo'lg'usi. İnşallah bu yangi yil dillarga rohatlik, aziz tillarga salomatlik bo'lg'usi. Har biringlarning oilasi, atrofi hurlik nuri va barakatlarga to'lg'usi. Yangi yil yangi bahordan derak bergusi. Inoqlik, ömlik, mehribonlik, g'alaba har bir qarindishimizga yor bo'lg'usi. Biz hammamiz hurlikka tashna. Ish ömlikda, kuch birlikda degan o'rtoq g'oyada hammamiz birga tirishsak, Uyg'ur hamon bir kun hur bo'ladi. Hur mustaqil vatanni quralaydi va dunyoga chaqalaydi. Hurlik yashasin. Assalamu alaykum. Men Qutay Kurash. Marhum dadam Kurash Kusanning Atlandoq degan naqshining tekstini o'qib beray. Sultan bulup xan ötken, Uyg'urumsan jahanda, alim şahit bulganti, sen tarixni yazganda. Do'st deganlar ahtimush, insof barmu shaytonda. Xan jamiyati Uyg'ur biz asr atlab mağanda. Atlandık biz bugün ulug' bir büyük cenge. Anlansın jangivar marşimiz bu alemge. Erkinlik meş'ili yansın her yerde. Yansın her yerde. Sultan bulup xan ötken Uyg'urumsan jahanda. Oğuz xanlar kudreti dünyani bir alganda. Buğra xanlar şevqti alemge taralganda. Xan jamiyati Uyg'ur biz asr atlab mağanda. Atlandık biz bugün ulug' bir büyük cenge. Anlansın jangivar marşimiz bu alemge. Erkinlik meş'ili yansın her yerde. Yansın her yerde. Yansın her yerde. Allah'a emanet sizler. Biz ishonch krizida emas. Abduri Abduveli Ayub. Doktor Mamtimin Alaning ishonch krizida biz degan suhbatini ataydan anglab chiqdim. Temani ko'rib ataydan anglashimning sababi doktorga bo'lgan qoyillik, hurmat va iftixordan bo'lgan edi. Suhbatning keyingi ta'siratimni uning bilan bevosita ekranda o'rtoqlashmoqchi bo'ldim. Ammo suhbatni uyushtirgan Ahmad Pidoyining aytishicha, doktor safarda bo'lib qoladi ekan. Hozircha imkon yo'q ekan. Bizning ishonch krizida emasligimizni darhol aytishim, o'zimning shundoq qarashdagi asosimni maydonga etishim kerak edi. Uyg'urlarda ishonchning barbod bo'lganligini targ'ib qilgan ekranga o'zim ayrim chiqib, biz ishonch krizida emas degan temada leksiya qilmoqchi bo'ldim. Hamda ekranni boshqaruvchi Pidoyi apandimga iltimos sundim. Ammo 2 kun saqlabmi ya va'da ya ma'qullik olamadim. Shunga amalsiz burunqida qalamni qo'limga oldim. To'g'ri, mening so'zlamay yozishlarimni ekranga chiqarmaydi deb tushundirdiganlar, burmalaydiganlar yana chiqdi. Ammo suhbatdan olgan ta'siratimni Pidoylar ekrandan kunlab javob kutib sovutqim yo'q. Tema savol bilan boshlangan ekan, avval javobimni berib o'tay. Bizda ishonch krizisi yo'q. Faqat ishonchsizliklar bor. Undaq ishonchsizlik muhojiratdagi millatlarning
hammasiga o'rtaq hodisa. Bizda ishonchsizlik krizis darajasiga ko'tarilgidek ig'ir emas. Bo'libmi bizdagisi Mamtimin Ala apandim ta'kidlagandek buzmay bo'lmaydigan burunqi tashkilotlar sababli kelib chiqqanmi emas. Bizdagi ishonchsizlik o'zini yoshlar, o'qituvchilar deb qaraydiganlar qurib chiqmoqchi bo'lgan siyosiy qurilma bilan yo'qoladigan muallaqdagi ishonchsizlik texmi emas. Biz muhojiratda hammani buzib qaytadan boshlagudek ishonch krizisida emas. Barhaq muhojiratdagi Uyg'ur jamiyatida ishonchsizliklar mavjud. Ammo bu Uyg'ur jamiyatiga xos hodisa emas. Bizdagi ishonchsizlik muhojirat hayotini yashayotgan boshqa taqdirdosh, tildosh millatlardagidek ig'irmi emas. Bizda texi ishonchsizlik sababidan jillab qurolliq ishki urush qilgan kurdlarning ahvoli ko'rilib boqmadi. Biz muhojiratda ishonchsizlik sababidan turklardek hatto bir masjidda birga namozmi o'qiyamas holga kelib qolmadik. Bizdagi ishonchning kuchini, ishonchdan qurilgan birlikning namoyandasini boshqani qo'yib bizda nopusi 100 necha hassa ko'p bo'lgan g'arbdagi muhojirat tarixi bizdan 100 yilga yaqin uzun bo'lgan Xitoylar bilan solishtirib boqaylik. Xitoylarning nopusi Amerikada 5 milliondan ortiq. Ammo mushu kungacha ularning Xitoy kommunistik hukumatining hujum nishoniga aylangan, dunyo e'tirof qilgan, birlikka kelgan birma tashkiloti yo'q. Xitoylar orasidagi ishonchsizlik ularni necha o'nlagan ushshaq tashkilotlarga pachilab, bir yerga kelanmas qilib qo'ygan. Ularning ichidan Govingga o'xshash surgunda hukumat qurib sesigan va setilgan baylar chiqib, siyosatchilarni ahmoq qilib o'ynadi. Uyg'urdan chiqqan baylar, ziyolilar va yurt kattalari texi muhojiratda Xitoylarda ishonchsizlik paydo qilgani yo'q. Ular o'z qimmatlarini tinch holatda namoyon qilib turib etibdi. Ular sukut qilishni tanlasa tanladiki, millatiga xiyonat yo'lini asla tutmadi. Bizdagi ishonchning kuchi allaqachon moddiy isbotga ega bo'lgan. 2021-yildagi Uyg'ur soti Uyg'urning bir-biriga bo'lgan ishonchining eng mustahkam isboti. Necha 100 ming yevro pulni Dünya Uyg'ur qurultiyiga bergan musafir Uyg'ur qalbiga biror ishonchni pukmagan bo'lsa, undaq fidokorlikni ko'rsatmagan bo'ladi. Bizdagi ishonch bugun tarixda kam ko'rilgan tashkiliy asosga ega. Dünya Uyg'ur qurultiyi Londonda Uyg'ur sotini muvaffaqiyatli tashkillagandan keyin Turkiston Islom partiyasi bosh amiri Abdulhaq Damullam Qurban hayitlik nutqida mazkur sotni Dünya Uyg'ur qurultiyini tabrikladi. U sotning ochilishini, utuqlarni olqishlaydiganligini bildirdi. Qo'lida askari, quroli va egilib turgan bazasi bor bir tashkilotning azaldan o'zga raqobatchi sifatida mavjud bo'lib turayotgan yana bir qurolsiz tashkilotni olqishlashi Uyg'ur xalqida emas, Uyg'ur tashkilotlar orasida ishonchning mavjudligini isbotladi. Bizdagi ishonch kuchlik ommaviy asosga ega. Uyg'ur qirg'inchiligi butun dunyodagi Uyg'urlarni misli ko'rilmagan darajada birlashtirdi. Chekidan oshgan zulm Uyg'urlarni milliy ishonch asosida bir bayroq ostiga uyushtirdi. Dunyoning har qaysi joylarida yashaydigan Uyg'urlar qaytadan o'zining Uyg'urligiga qaytib, o'zining vakillik organlari atrofiga yig'ilishga boshladi. Masalan, Kashmirda ona tilni unutib ketgan Uyg'urlarning vakili 7-qurultaydan o'rin oldi. Dünya Uyg'ur qurultayining yaqinqi 10 necha yillik rahbarlik hay'atiga qaraydigan bo'lsak, burun O'rta Osiyoda yashaydigan Uyg'urlarning izchil da'voga his qo'shib kelganligi ko'riladi. 7-navbatlik qurultayda
ularning ichidagi yoshlar texmi aktivlik ko'rsatdi. Qirg'izistonlik Uyg'urlardan Germaniyada yashaydigan Erkin Zunun DUQning yoshlar komiteti raisi bo'lib saylandi. Fransiyada yashaydigan O'zbekiston Uyg'urlaridan Hasal xonim DUQning Fransiya ishxonasi mas'ulligini o'tashga boshladi. Qirg'izistonlik yosh tadqiqotchi Malika xonimmi da'voga yangi qon bo'lib qo'shildi. Bundaq misollar yana nurg'un. Uyg'ur da'vosi Munavvar yoshlar qo'shini orqali ishonchga erishgusi. Hozir muhajiratda Rayhan Asad, Arslan Hidoyat, Zumrat Ay Erkin, Javdat Firqat, Javlan Shirmammat, Madina Nazimi qatorliq minglagan yoshlar da'voga kirib keldi. Bo'libmi burunqi sarxillarning muhajiratdagi avlodlari kurash safiga atlandi. Bu Uyg'urlarga ishonch baxsh etadi. Masalan, marhum rahbarimiz Ahmadjon Qasimining Avstraliyada yashaydigan chavrasi Nuriya Qasim, Aysa Yusuf Aliptekinning Germaniyada yashaydigan navrasi Paris Aliptekin, ataqliq yozuvchi Nur Muhammad To'xtining Kanadada turishliq navrasi Babur Ilchi, qahramonimiz Ilham To'xtining qizi Javhar Ilham, marhum yozuvchi inqilobchi Ablikim Baqining bir jup qizi Doktor Elnigar Iltabir bilan Alfidar Iltabir, Rabia xonimning jiyani Quzzat Altay qatorliq yoshlar Uyg'ur davosida avangard bo'lib kelmoqda. Uyg'ur davosiga yangidan qo'shilgan doktorlar qo'shuni millatni texim umidlik bo'lishga undaydi. Masalan, Yaponiya Uyg'ur jamiyatining raisi doktor Abdukarim Abdurahman, Shvetsariyadagi Uyg'urga adolat tashkilotining raisi doktor Abdushukur Abdurashid, Turkiyadagi Uyg'ur aktivlardan DUQning ekologiya komitet mudiri doktor Gulmira Bardash xonim, Yevropa Uyg'ur akademiyasi raisi doktor Mamtimin Ko'ktarim qatorliq har qaysi ellardagi universitetlarda va tadqiqot o'rnida ishlaydigan o'nlagan doktorlar Uyg'urlarga va dunyoga davoyimizda yangi bir qo'shinning qurib chiqilganligini ko'rsatdi. Uyg'urlarga bo'lgan xalqaro qo'llash Uyg'urni texmi zo'r ishonchga ega qiladi. Hozir Uyg'urlarsizmi Uyg'ur davosi xalqarolashmoqda. Birmi Uyg'ur ishtirok qilmagan Uyg'urlarni qo'llash tashkiloti 10 dan oshadi. Uyg'ur qirg'inchiligi butun Uyg'ur masalasi bo'lishdan dunyo masalasi bo'lishga qarab taraqqiy qildi. Hozir Uyg'urlarni qo'llaydigan xalqaro parlament a'zolar birligi Uyg'ur majburiy emgikini cheklashga tirishayotgan 300 dan ortiq tashkilotdan tuzilgan xalqaro birlik, Uyg'ur masalasini tadqiq qilayotgan yuzlagan g'arblik tadqiqotchi mavjud. Xitoyni cheklash va Uyg'urni qo'llashni nishonlagan o'nlagan aqllar markazi bor. Uyg'urlar yaqinqi 100 yillik tarixda bugünkidek tonilib baxmagan. Uyg'urlar 70 necha yildan buyon bo'libmi muhajiratda bugünkidek umidlik manzarga shahid bo'lib baxmagan. To'g'ri, aramizda ishonchsizlar va ishonchsizlik mavjud. Ammo u avamda emas. Undaq ishonchsizliklar ommaviy emas. Hozirgi ishonchsizlikning shakllantirilishi maqsadlik, tashkillik bo'lib, uningdan o'zini qachirishmi, uni ko'ptirishmi xato. Bo'libmi, uni ko'masga selish bizga to'limi ziyonli oqibat elib keladi azizlar. O'yg'inayli, sagak bo'layli, birlashayli, o'mlashayli, ish o'mlikda, kuch birlikda emasmi? Bugungi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Diqqat berganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar aziz qarindoshlarim.